Mana shu ahvoldagi internet turgan ekan. O'zlarida Sarkor Telekom tomonidan biz ularga 80 qo'yib beryapmiz. Tekayotgan tezlikni o'lchab ko'ramiz. Bular podpiska tashlab qo'ysanglar, mana shunaqa tezliklarni ko'rib turasizlar, qanaqa qilayotganimizni. Bizda mana shu ahvoldagi internet turgan ekan. Biz ularga 80 qo'yib beryapmiz. Nimaga 80 qo'yib beryapmiz? O'zlarida Sarkor Telekom tomonidan qo'yilgan shishtoqlari internet bor, lekin eski Wi-Fi ishlatib o'tirishgan ekan. Hozir bu juda kamchilik bo'lgani uchun mana yaxshi Wi-Fi router qo'yib beryapmiz va kameralar ulashimiz uchun ham bu zo'r ishlaydigan yechim bo'ladi albatta. Videoning keyingi qismida mana shuni ishlashni qo'yib beramiz. Hop, mana C80 modelini qo'yganimizdan keyin bitta endi sizlar bilan internet qanaqa tezligini tekshirib ko'ramiz. Shu Sarkor Telekom tomonidan lokal tarmoqda kelayotgan tezlikni o'lchab ko'ramiz. Ko'rib turgan yerlarda 300 gacha bemalol chiqdi. Ya'ni Sarkorda adashmasam shu 300 gacha ko'rganman lokal tarmoqda. Router eski C80 albatta zo'r model. Kimga shunaqa modellar kerak bo'lsa bizga aloqa qilishinglar, podpiska tashlab qo'ysanglar, mana shunaqa tezliklarni ko'rib turasizlar, qanaqa qilayotganimizni.